Millat hali showroomiga keldim. Ammo lekin gap yo'q. Bolalar gilomdi-chi, qalashtirib yoribdi. Eron deysanmi, Turkiya deysanmi, Samarqand etiqib tashabdi-yu. Keling aka, qanaqa gilomlar ko'rsataylik? Ammo lekin sotuvchi qizga ham gap yo'q ekan. Voy, mana gilomlarni qaranglar, dahshat gilomlar ekan. Ammo sotuvchiga haqiqatda gap yo'q ekan. Voy. Shaharning o'rtasida ekan, ammo lekin kesalaring Alisher Navoiy ko'chasi, Do'stlikning ro'parasida. Sotuvchi qizni qaranglar, cho'tki qiz ekanda. Voy. Ammo lekin-chi, o'sh qizni o'rab beraman. Qaysi biring oshqa berishasan? Spor o'ynaymizmi? O'rab tashlayman 6 sekundda. Sinfdoshlar gruppasiga reklama qilib yubordim-da, magazinlarni hozir hamma telefon qilishni boshlaydi. Tinmasdan gilomingiz bo'lgan hammasini sotib yuborasiz. Ana birinchilari telefon qilib. Uzra? Alo, ha, xotin. Alo, ha, dadasi? Ha. Millat Hali magazini qayerda ekan? Hozir ayam bilan qarindosh urug'larni yig'ib boramiz. Haligi sinfdoshlar gruppasi deb qarindoshlarga tashab qo'yibman.